Oddiygina mana shu piyoz bunaqangi xususiyatga ega ekanligini ko'pchilik bilmaydi. Agar bilishganda piyozni narxi bunaqangi arzon bo'lmasdi. Mana kelinglar, men sizlarga kitobdan o'qib beraman buni foydalarini. Xalq tabobatida piyoz terlatadigan, siydik haydaydigan vosita tariqasida manzur bo'lgan. Yangi olingan piyoz suvi gripp, angina, ich-buruq, surunkali, kalit, sil, bronxial, astma kasalliklarida qo'llaniladi va u mijoz sustligiga ham naf beradi. Ustiga shakar sepib bug'da pishirilgan piyoz jigar va o't yo'llari kasalliklarida davo bo'ladi. Piyozni pishirib chipqonga qo'yilsa, uning yorilishini tezlashtiradi. O'rta Osiyo xalq tabobatida piyoz urug'lari qaynatmasini buyrak tosh kasalliklarida qo'llaniladi. Sutga aralashtirib birga bir nisbatda ko'z quvvatini oshirish uchun ichiladi. Piyoz suvini gripp mahallarida burunga tomizish, sepkir, husunbuzarlarni yo'qotish uchun ishlatiladi. Xalq tabobatida piyoz va sarimsoq xavfli o'smalarni oldini oladi, gipertoniya, aterosklerozda yordam beradi deb hisoblanadi. Ibn Sino ma'lumotlariga qaraganda piyoz me'dani mustahkamlaydi, ishtahani ochib, sariq kasalligi, mijoz sustligida yordam beradi. Asal bilan aralashtirib iste'mol qilinsa anginaga davo bo'ladi. Dumba yog'i bilan iste'mol qilinsa o'pkani yumshatib, jigarni tozalaydi.